Bu odam o'zini 2034-yilga tushib qolganini aytib, Instagramga bo'm-bo'sh ko'chalarni, bozor, inshootlar va hattoki metroni ham ko'rsatib, video joylayapti. U yolg'onchimi? Kanalga obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Vaqt mashinasi orqali kelajakka sayohat qilayotgan Nik Tsigankov 2033-yilda yolg'iz o'zi edi. Keyin esa biz kabi 2025 emas, balki 2034-yilni kutib olib, kuzatuvchilar talablariga binoan O'rta Osiyoga ham keldi. Avval Yevropaning odamsiz ko'chalarini ko'rsatdi, hech kimsiz aeroportni ham, Dubayni ham, Afrikada ham bo'ldi, Viktoriya sharsharasini ham ko'rdi. Keyin Qozog'istonga va nihoyat На улице 303 год я нахожусь в Национальной библиотеке Ташкента имени Navoiy без одного человека. O'zbekistonga keldi. Jonsiz Navoiy nomidagi kutubxona Toshkent metrosi. Magic City